informatika va axborot texnologiyalari fani ustozlarimiz uchun IC3 xalqaro sertifikati imtihoniga tayyorgarlik ko'rish maqsadida Telegram bot ishga tushirildi. Ushbu Telegram botga ulanish va imkoniyatlarini ko'rib o'tamiz. Telegram botga ulanishimiz uchun quyidagi ekranda ko'rinib turgan Telegram manziliga murojaat qilamiz. Ya'ni ustozlar tag chiziq uchun tag chiziq yordam. Mana shu manzilga murojaat qiladigan bo'lsak, bizga maxsus parol beriladi va parol orqali biz botga ulanib olamiz. Botga ulangandan so'ng bizga quyidagi 4 ta tugma hosil bo'ladi va bu yerda modullarga bo'lingan, ya'ni birinchi modulga tayyorlanish, ikkinchi modulga va uchinchi modulga tayyorlanish bir qismlarga bo'lingan va fikr almashish uchun alohida guruh ham mavjud. Endi har bitta bo'limda demak bizga savollar va ularning video yechimlari joylashtirilgan. Masalan, ikkinchi bo'limga modulga kiradigan bo'lsak, demak bizga mana hosil bo'lyapti. Inglizcha, ruscha xuddi shunday. Birinchi modulga kiradigan bo'lsak, inglizcha, ruscha, uchinchi modulga kiradigan bo'lsak, inglizcha, ruscha demak savollar beriladi. Masalan, ikkinchi modulga kiramiz va inglizcha turini tanlaydigan bo'lsak, mana bizga demak shu savolni inglizcha savol berilyapti va pastdan tarjimasi o'zbekchada berilgan. Va biz javobni mana A, B, C, D'larida berilgan. Masalan, bittasini bosaman, to'g'ri ekan javob. Va shuning videosi bot tomonidan bizga yuboriladi. Shu savolning videosi. Ya'ni qanday bajarilishi va mana shu amaliy dasturda qayerdan kelib chiqqani va mana bu menyular qayerda joylashgani mana shu videoda batafsil tushuntirib berilgan. Xuddi shunday keyingi savollar ham har bir modulda demak mana shunday ketma-ketlikda joylashgan. Birinchi modulda ham demak bizga savol endi ruscha yoki inglizcha, keyin o'zbekchasi va bizda video darsi demak bot tomonidan yuboriladi. Va mana shu 3 ta modulga dagi savollarni o'rganib va mukammal tayyorlanib, mana shu xalqaro sertifikatni qo'lga kiritishimiz mumkin.